barakami? Aka narx to'g'ri kelmayapti, o'zi Rossiyadan kelgan ozgina qimmatroq chiqqan ekan. Bir sabab bizga qilib bersiz, qilib beribsiz-da. Bering qo'lda. Aka. Baraka. Bo'ldi-da, hozir ustalar ishlayapti. Bir hafta 10 kunlarda ishni tugatadi. O'shandan keyin o'zlar ham borib, chiroylab o'rnatib, garantiyasini berib ketasizlar-da. Ustalar ichida tugatmasa bir kunlar bizga telefon qiling aka. Biz hamma apparat olib borib, ustonovka qilib sizga polni 0 dan 100 gacha tushuntirib, 1 yillik garantiyasini o'rnatib berib kelamiz. Tushunarli. Unda apparatni o'rnatgan olib borganingizda pulini sanab beraveraman-da. Bo'ldi aka. Hop, Ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Fippani polni aylantirib yopib o'rmayapsan. Karcha urganda sachiraydi. Ha, to'g'ri aytyapsan. Ko'proq mana qo'shni tarafda yoptirishim kerak. Hozir ustalarga aytaman, yopib tashlashadi darudi. Moyka apparatlar oldingmi? Ha, bugun borib, tanlab, baraka qilib kelganman. Remontim tugasa kelib o'rnatib ketadi. Ana necha pulga olding? 3400 dan. 3400 dan? Kalling joyidami? 2700, 2800 bo'layotibdi. Buncha qimmat beribdi senga? Yo'q, jana arzon apparatlar yo'q bo'lsa kerak. O'zini narx shunaqa. Tanishim bor birinchi qo'l, so'rab beraymi? So'rachi qani? Necha pul edi o'zi apparatlaringiz? 2800. Mana 2800 deyapti. Nima qilib? 2800. Ha, gaplash 5 ta olib bersin. U olganga nima qilasan? Atkas qildirma, gaplash. Ha, bo'ldi, 5 ta bera olasiz ekan o'sha apparatingizni. Aka, menga eng arzoni $3400 dedingiz. 2800 dollarga ham bor ekan apparatlar. Nima insofsiz? Siz shunaqa ham qo'yib yuborasizmi, aka? Aka, o'zingiz sal bos olib gapiring. Siz tanlagan apparat rossiyskiy apparat bo'ladi. Buni narxi 3800 turadi. Uni men sizga 3400 qilib berganman aka. Aka, siz so'ragan narsani men 2,5 ham topib bera olaman. Lekin uni ichidagi hamma narsa o'zimizda yig'ilgan bo'lib, arzoncha zapchasta qo'yilgan. Siz tanlagan narsangiz bo'lsa, Rossiyadan kirib kelgan import tovar bo'ladi. O'shaning uchun uni narxi 3800 turadi. Aka, qarochi, gapni ko'paytirmang-da. Bo'ldi, atkas qiling, menga kerak emas. Shunaqa ham tiqadi, noinsof. Baraka qilgandan odamlarning lavzidan qaytish yomon. Bu oxiri 2800 mi, 2700 ga ham qilsa bo'ladimi? Yo'q, aka, oxiri narx. Bu hali oddiysidan ekanda, bundan ko'rdim. Bizda shunaqa oddiysi, biz shunaqa oddiylarni sotamiz. Yo'q, men yangicha variantini qo'yaman-da. Buni qo'yolmayman. Uzr, olib ketaverasizmi? Olib ketamiz aka, yo'l kiramiz ham berasiz-da, faqat. Bo'ldi, beraman, yig'ishtiravering. Xo'p. Sunnatullo meni ovora qildi-da. Ana aka-ku. Ola aka. Aka, uzr, bezovta qilyapman. Xijolat bo'lib telefon qilyapman-da. Hali 2800 degani u yo'q narsa ekan. Avvaldan qidirdik, chiqmadi. O'shancha o'sha 3400 ligidan o'zingiznikidan olib kelib o'rnatib beraverasizmi? Bo'ldi aka, xijolat bo'lmang. Remontni tugasa aytsangiz, olib borib o'rnatib berib kelamiz. Bo'ldi aka, tayyor bo'lishini 1-2 kun telefon qilib aytib qo'yaman. Rahmat aka. Xo'p, bo'ladi. Hayotda ham ajoyib odamlarmoqda.